Ustaxonni, Salomat bo'ling. nimalar qilyapsiz bu yerda? Shu yerda bitta akamizga darvoza tanlagan ummat beraylik harakatdamiz aka. Yaxshi-ku. O'zinglar qilyapsizlarmi darvozani? Albatta o'zimiz qilamiz, xudo xolasa chiroyli qilib qilamiz. Xo'p, bu qayerdan chiqadi? Namangan darvozasimi bu ham? Bu Marg'ilon darvozasi aka. Xo'p, darvoza bilan tanishtirmoqchi uchun bo'lsa? Listlarimiz brusaychi, ichki Aha. qavat. Profillarimiz 6 4, stendiyasi 2-1. Hop. Kraskasi tayli grunt topga, tepasida chistый kraska, lakin matviy. Aha. Stoykalarimiz 8-8, stendiyasi 2-1. Nalish keladigan qilib pul bergan, tepasiga ochiq pason qilib bergan. Xudo xolasa, havo aylanib turgani, ideal chiqqan taylari Shvediya. Bu eng qiziq joyini aytingchi, narxini aytingchi. Narxi 1.350.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz. Xudo xolasa kelib. 2 qavatli bo'ladi, xudo xolasa chiroyli bo'lib. Orqalarini ham bitta ko'rsatingda, juda chiroyli chiqqan o'ntalari. Sentr zamoylab qo'yilgan ekan. Zamoylab qo'yib, xudo xolasa zamoylar bilan chiroyli zamoydan. Bo'ldi. Shunga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'yi o'rnatib beraverasiz. Albatta, o'rnatib beraveramiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Alhamdulillah.